Kia Bongoni toza, chiroyli haydalgan avtomobillardan chiqib qolsa ayting degan ukalarimiz uchun juda ideal holatdagi Kia Bongo avtomobilimiz chiqib qoldi. Sotuvda bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ichki salonlari juda ideal holatda ekan. Mana yon qismlari ham qirilgan joylari yo'q ekan. Oldidan ham ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli haydagan ekan. Bu avtomobilimizda video registratorlar bor. Avtomat korobka va bokovoylarimiz isiyda. Sidinlarimiz ham isiyda. Bu avtomobilda ikkita kaliti bor. O'ta ideal holatda ekan. Hali tepalarda ham salafallar olinmagan. Ko'rishingiz mumkin. Bu avtomobilimiz 8546 km masofani bosib o'tgan. 2024 model. Orqa qismlari qo'shimcha spannisi bor. Xo'p, bu avtomobilimiz 2023 12-oyda ishlab chiqarilgan, lekin 2024 3-oyda registratsiya bo'lgan. Balolarni ham ko'rishingiz mumkin. 90% bemalol xizmatini qilaveradi. Orqa ko'rinishlari kraska yoki avariya bo'lgan holatlar yo'q ekan. Orqa balonlari propan variant 75 talik. Xo'p, bagajni ham ko'rishingiz mumkin. Uncha xizmatini qilmagan. Yon qismlarda ham deyarli qirilganlar yo'q ekan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bu Koreyadagi narxi bugungi kurs bo'yicha $13,500 ga to'g'ri kelyapti. O'zbekistonni istadigan joyga yetkazib beramiz. Bemalol aloqaga chiqsani. Nafaqat Kia Bongo, balki Hyundai Porter deysizlarmi, istalgan variantini topib jo'natib beramiz. Sizlar bilan Korea Trade Motors bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.